Assalomu alaykum. Zibab shuruq minbariga barliq xonimlar hamma anglamish vaqt xayrli bo'lsin. Bugun sizlarga o'tmoqchi bo'lgan darsimiz tuxum quymoqi. Buning yetarli materiallar 500 gram un, 5 tal tuxum, 1 qoshiq xamirturush, yarim qoshiq soda, mavo, shanson deb ataydigan ko'k piyoz, ko'k piyozdan mishinchilik ketadi. Andan keyin ilman suv. Ilman suv olgandimi, men suv bek qiziqlab qolmasin. Yozning suyidek holatda jug'asak bo'ldi. Endi buni tayyorlash bosqichiga o'tsak, oldi bilan unni maddasimizga to'kamiz. To'kib, buningga xamirturishni to'kamiz. Xanım qizlar, bu xamirturishni hozir to'kdim. Andan buningga ilman suyimizni qo'shamiz. Buningga tuz hech qanday narsa solmaymiz. Sodani hozir solmaymiz. Sodani ash xamir bo'lgan vaqtida sodani, andan ko'k piyozni, chanvagan ko'k piyozimizni, andan tuxumni hammani bo'lgan xamirning to'pisiga to'kib, anda aralashtiramiz. Uni elib keyingi qadamda yapmamiz. Hozir mana xamir jug'urish bosqichini ko'rsatib qo'yay. Bu xamirni naytda bo'sh holatda javurning cho'risidan akiltib turib jug'uramiz. Bu ching olib qolsa, xamirning eti ching olib qolsa qattiq bo'lmaydi. Keyin suvni bo'shatsanglarmi bo'lmaydi. Cho'qim eti bo'sh bo'lish kerak xamir. Xamirni mushallat jug'uramiz xonimlar, dasning cho'risidan akiltib turib jug'uramiz. Xamirning eti cho'qim talab mava, cho'qim bo'sh bo'lish kerak, nayt bo'sh bo'lish kerak. Bo'sh desam, bek bo'sh qilib atmanglar. Bu mantining xamiriga o'xshash. Mantining xamiridan sal-pal bo'shroq bo'ladi. Andan bu xamirni ravurus bo'ldiramiz. Xonim qizlar, mana xamir mushtaq holatda mana bo'sh bo'ldi. Mana bo'sh bo'ldi. Endi bu xamirni dumlab ravurus bo'ldiramiz buni. Xamir bo'lib bo'lgandan keyin anda ko'rishaylik xonimlar.